Assalomu alaykum hammaga. Xo'sh, beton qo'yish oldi podushkalarni qo'yamiz. Mana bu yerda svoylarni taxlab qo'ydik. Birga bir chuqurligi pastak podushkani taxminan 40 cm. Bu yoqqa bitta svoy qo'yildi. Bu yoqqa devor yopish ekan. Murad va ikkinchi svoy. Bu yoqda ham bitta svoy bor. 3 ta, 4 ta bor. Uchinchi svoylar menda ham podushka bo'ladi. Mana bu yerda svoy bo'ladi. Mana bu yerda bitta svoy, bu ham shu 40 ga balandligi 40. Bir yozilgan. Aytish yoddan ko'tarilibdi. Mana bu yerdagi svoylar hammasi bir chuqurligi 60 cm bo'libdi. Bu yoqdagilar ham. Bu yoqda 3 ta, bu bilan 4 tasi bir 60 talik. Bu yog'i 3 tasi chuqurligi 40 bir bo'libdi. Ana bu yoqdan u burchagidan bitta svoy bo'ladi, ana bu burchagidan bitta bo'ladi. Imorat kazalari tegmasin deb hozircha qo'ymadik. Bu yoq emas podushka bo'ladi, ustidan oxirida beton bo'ladi keyin.